Özümüzün qimmatini bilayli. Abduri Muhammad Yusuf. Uyg'urlar islom nuqtasidan aytgandimi, insoniyat va madaniyat nuqtasidan aytgandimi, qimmatlik bir millat va qimmat yaratgan bir xalq. Uyg'urlar yaratgan 4 cho'ng kashfiyot va turkiy xalqlar ichida tunji islom hokimiyati hisoblanadigan Qaraxonlar davlati buning misoli. Uyg'urlarning dunyo madaniyatiga va islom madaniyatiga qo'shgan to'hfalari intayin ko'p. Uyg'urlar turkiy xalqlar ichida tunji bo'lib shaharlashgan xalq. Afsuski, keyingi bir qancha asr mobaynida Uyg'urlarning beshiga kelgan kirzislar va baxtsizliklar ularning ro'yiga ta'sir qilgan bo'lib, bu sababdan o'zining qimmatini va o'zidagi javharlarni bilmaydigan bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Arablarda mag'lub bo'lganlar g'oliblarni o'ziga ulgu qiladi deydigan maqol bor. Hozirgi dunyoning holiga qarab baqadigan bo'lsak, o'zini mag'lublar qatoridan sanab, sapning eng oxiriga tizilib turgan millatlar rostilla orqada qolgan. Ammo o'zini g'oliblarning qatoridan sanab, sapning oldida turganlar har tarafdan g'olib kelmoqda. Chunki mag'lub millat ro'yi jihatdan mag'lub bo'lganligi uchun o'zining mag'lubiyatini o'zi belgilab bo'ladi ekan. Şun ular hamisha g'oliblarning orqasidan mengishni o'ziga ravo ko'rdi ekan. Ammo g'oliblar o'zining g'olibiyatini o'zi sizib, shu yo'lda mangdi ekan. Islom dunyosi 16-asrdan keyin dunyoda g'oliblik rolini va taraqqiyot ruhini Yevropaliklarga o'tkazib bergandan keyin har tarafdan mag'lub xalqlarga aylanib qoldi. Shuningdan beri musulmon emas millatlarni o'zlariga ulgu qiladigan, o'zlarining qimmatini va o'zlaridagi javharlarni bilmaydigan bo'lib qoldi. Uyg'urlar dal shundoq bo'lib qoldik. Buningga misol nihoyat ko'p. Oddiy bir misolni olayli. Biz o'zimizning qimmatini bilmaydigan bo'lib qolgan kunimizdan boshlabla boshqalarni cho'ng biladigan, ularga talpinadigan, ularning hamma narsasi biznikidan mukammal va yaxshi ko'rinadigan bo'lib qoldi. Şunun bilan biz başqa millatlarning qahramonlarini, olimlarini va hunar san'at egillarini o'zimizning orasidan yetishib chiqqan qahramonlardan, olimlardan, hunar san'at egillaridan afzal biladigan bo'lib qoldik. Bu xohish hayotimizning hamma sohasida o'zini ko'rsatadigan bo'ldi. Ondan Uyg'ur jamiyatida rasmiy umumlashdi. Agar biz olimlarimizni o'z zamonasida dunyoga tonishtira olgan bo'lsak, nurg'un kishilar dunyo sahnasidan o'rin olgan bo'ladi. Masalan, Abduqodir Domullam islohot dunyosida misli tepilmaydigan darajadagi islohotchi olim edi. Abduxoliq Uyg'ur millatimizni o'yg'itishga tirishgan va shu zamonlarda nisbatan dunyoda tonilishga tegishlik vatanparvar zot edi. Ammo biz ularning qadrini bilmadik. Ularni dunyoga tonishtirish uyoqda tursin, ularni jimiqtirdik. Hozirmi biror diniy yoki ilmiy mavzuni o'zimizdan chiqqan olimlarimizdan biri nihoyat yetarlik yo'rtib bera olasimi? Biz uningdan to'varak turadigan saviyadagi biror arab yoki turk yoki o'zbek olimlarining leksiyalarini anglashni afzal ko'ramiz. Ular bizning millatdan bo'lmaganligi uchunla ko'zimizda cho'ng ko'rinadi. Mana bu bizdeki özünü töven görüş, başqalarını çoğ bilish yoki o'zidagi qimmatlarni tanimay, başqalardan qimmat izlash xohishining bir misoli. Turk xalqlari bilan biz qandosh, ammo o'zining qimmatini bilish masalasidagi ahvolimiz bir-birimizga tubdan o'xshamaydi. Turkiya turklari o'zining qimmatini biladi, boshqalarni o'zidan ustun ko'rmaydi, boshqalarni cho'ng bilmaydi. O'zini cho'ng biladi, o'zini, o'z xalqini, o'z ishlab chiqargan narsalarni va o'zidan yetishib chiqqan ixtisos egillarini qadrlaydi, ularni boshqalarga tang qilmaydi. Turklardagi milliy ong bizdan alayda yuqori. O'zini qadrlash, o'zidan chiqqanlarni himoya qilish ro'yi nihoyat mukammal. Ular o'zining bo'lgan har narsani qadrlaydi. Boshqalarninkini o'zlarininkiga hargiz ustun qilib olmaydi. Oddiysi, boshqa millatning olimlarini o'zining olimlaridan alayda ustun ko'rib ketmaydi. Boshqalarning san'atchilarini o'zlarining san'atchilaridan yuqori bilmaydi.
Türklərdəki özünü qadrlash xohishi shu darajaga yetib borganki, ko'p sondagi turklar Saudiya Arabistonda Podshoh Faid Qur'on nashr qilish akademiyasida besilgan va dunyoda umumlashayotgan Qur'oni Karim nusxasini o'qimay, o'z davlatida besilgan Qur'oni Karim nusxasini o'qiydi. Shunga haj va umr qilish uchun Saudiya Arabistonga kelganlarning ko'plari Turkiyadan o'z o'qiydigan Qur'onni birga elib kelib shuni o'qiydi. Hatto Masjid-i Haramda shuncha ko'p Qur'on bo'lsa-mu, yanala o'zi Turkiyadan elib kelgan Qur'onni o'qiydi. Men bunda qilishni targ'ib qilish uchun bu gapni qilmadim. Faqat turklardagi o'zininkini qadrlash ro'yiga misol uchun keltirdim xolos. İnsan o'zini qanchalik qadrlasa, boshqalarmi uni qadrlaydi ekan. Millatmi shuningga o'xshaydi ekan. Bir millat o'zining qimmatini bilmasa, boshqalar qandoq bilsin? Bir millat o'zini qadrlamasa, boshqalar uni qandoqmi qadrlasin? Biz mustamlikada qilib, erkinligimizni yo'qotgan bir xalq bo'lsaqmi, izzatimizni, qimmatimizni va dunyodagi o'rnimizni yo'qotmadik. Biz xil millatlardan yaxshi va qimmatli millatmiz. Biz dunyodagi ko'plagan musulmon millatlardan yaxshi. Addisi bizdagi yemak-ichmaklardagi halol haromni ayirish xislati mana men degan ko'plagan musulmon xalqlarda yo'q. Chunki bizda islom madaniyati bilan milliy madaniyat giralashib ketgan. Biz ezilgan bo'lsaqmi, erkinligimizdan mahrum qilingan bo'lsaqmi, qimmatimizni yo'qotganimiz yo'q. Biz yanala qimmatli millat. Oltin to'pig'i ko'milib ketsa-mu, yanala oltin. U o'zining qimmatini yo'qotib qo'ymaydi. U vaqti kelganda yanala paqiraydi. Şoňa biz özümizni qadrlayli, aldı bilan özümizning qimmatli ekanligimizga ishonayli va o'zimizningkini qadrlayli.